Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan qadrdon aka-ukalar, yaqinlar, musofirda yurganlar. Mardon metal savdo mustahkamlik asosi Farg'onada yagona bo'lgan eng zo'r metal sotuvchi akalarimizdan bizga sovg'a qilingan damas. Akalarimizni ishlariga omad tilagan holda kelinglar. Akalarimiz olgan materialdan, ya'ni eng zo'r apparatlarni chiqaryapmiz faqat sizlar uchun. Materialning sifati borasida eng chempioni bizda akalar. Rossiyskiy Magnitogorskiy MMK birinchi sort listlardan, ya'ni 108, 2, 2,5, 208, 3lik, 4lik listlardan chempion apparatlarni chiqarishda davom etmoqdamiz. Bugungi yangilik, ya'ni uz Lego deb qo'ysa ham bo'ladi. Ya'ni Lego ko'rinishidagi ajoyib bir yangi apparatimiz. O'zi asli doimgidek an'anadan qolmagan holatda 1 metrligi 8 dona, 1,5lik 8 dona, 2 metrligi 8 dona, ya'ni 4 juftdan bundoq. Bo'yi 50 santimetrli ikki tomonga qayrilgan, aynan bu zakazga 208 listdan yasalgan. Xo'p, sapalabkamiz bo'yi 50 lik deb aytdik. Qaranglar, yoniga akalar o'zi listi o'zidan bundoq lazer sinovida kesib terishib turib, ugolni qilganimizda yoniga qo'yganmiz. Orqasiga listi o'zidan planka qilib qo'yganmiz, ya'ni 2 metrligida chekkasi bilan hisoblaganda 5 ta, 1,5ligida 4 ta, 1 metrligida 3 ta mana shunaqa planka qilgan. Qaranglar, o'qqa teshib bu oddiy beton quymoqchi bo'lgan akalarimizga 50 lik apparatdir. Ko'rinishi 50 lik oddiy apparatdir. Endi buni yana bir narsa, mana akalar 50 likni ustim qo'yib turib 1 metrlik qilsalaring ham bo'ladi. Ya'ni pastini oddiy 50 lik qilganimizda tepasiga 50 likni bitta qo'yib turib, bu tomondan ko'rsating kerak. Mana bu tomondan qo'yilganda mana bolt geka bilan qotirilgan akalar. Shtobi bu yoqqa tushib qolmasligi nima deydi? Bemalol nima bo'lishligi uchun uzunroq qilib soyini ochganmiz. Ha akalar, tepasiga o'ziga o'q qo'yilgan. O'q kamroq ketadi. Ya'ni tepasiga o'ziga o'q qo'yilib, mana bu 1 metrlik apparatdir. Agar ba'zilari o'ylashi mumkin, ya'ni bu 1 metrlik bunday tikkamacha turaveradimi yo turmaydimi, shuni o'zini qo'yib qo'yganda ham ishi mumkin. Mana akalar ko'rsating. Ko'rinyaptimi akalar? Qimillashlik bormi? Sezyapsizmi? Mana. Ko'ryapsizlarmi? 1 metr seli qimillayapti akalar. Bundan cho'tkisi bo'lmaydi. Qo'yingki, buni ustiga yana bitta qo'ysalaring bo'ladi. 1,5 metrlik, 2 metrlik qilib seli uyga tilinaveradi. Dona bo'lgan ham qilaveramiz. Akalar metr o'yin hisoblab turib. Endi bu 1,5 metrlik oddiy apparatga bo'ldimi? 1,5, 2 metr ketyaptimi qo'shilib? Endi bu universalniy apparatimiz. Mana buni ko'rsating. Mana busi akalar 50 lik apparatka. Mana bu teshikka qotyapti. Ya'ni 8 sm ichkaridagi teshikka qotyapti-da, ichi 40 ga 40. Ya'ni bu 1,5 metrligi, bu 1 metrligidan kalonlar. Ya'ni ichi akalar 40 ga 40 kalondan apparatka bo'ladi. Ya'ni bular hech qanday tayyorotlarsiz mana bolt geka bilan ko'rsating. Yonidagi o'qning teshigiga, bu tomondagi tepa tomonidagi teshigi, ya'ni oddiy tariqasida bolt geka 19 bolt geka bilan shuni qotyapti-da. Ha? Kalondan apparatka bo'lyapti. Endi xohlovchilar bu 1 metrligi, bu 1,5 metrligi, 2 metrligi ham bor akalar. Xohlasalaring 1 ustiga, 2 ustiga 1 qo'yib 3 metr qilsalaring bo'ladi. 2 ustiga 1,5 qo'yib 3,5 qilsalaring bo'ladi. Keyin 1 metrda 3 ta qo'yib turib 3 metr qilsalaring bo'ladi. Bo'lsa 1,5 dan 2 ta qo'yib 3 metr qilsalaring bo'ladi. Kelinglar. Ha, sherilardan olib ko'rsating. Qo'yinglar, kelinglar. Bitta yordam beringlar. Endi hozir gapirib turganimizda men yasaganman deb maqtangan ustalarimiz. Mana ustamiz bilan ko'rsatib sizlarga aka bitta pastdan ko'taring. Ha, tepaga bitta 1,5 metr. Bolt geka bormidi? Bor. Ha, siz bor. Oldi 3 santimetrda bolt geka bilan mana shunday qilib olasangiz teshiklar. Ha. Shunday qilib bitta qotirib qo'ysangiz aka. Mana bu. Ha, nima deysizlar? Cho'tki chiqyapti, to'ra tomonidan 4 tani
shuni qotirib qo'ysalaring. Apalakka qo'yingki 1,5 ga 1 metrli, 2 metrli. Hozir 2 metrga 1 metrli, 3 metrli. Sizlar xohlagan tarzda ham bo'laveradi akalar. Bu kolonnamiz universal kolonna ketyapti. Hozir oddiy liniya qilyapmiz. Xohlasangiz kolonna bo'lyapti, xohlasangiz apalakka, xohlasangiz 1 metrli apalakka bo'lyapti. Xohlagan turda, ya'ni buni yoniga qo'shib, yonidan boltga bilan qotirib ketsangiz ham bo'laveradi. Shuni esdan chiqarmang. O'qi kamroq ketadigan variant. Yana bitta narsa mana bu yerda taklaganmiz. Endi to'g'risi buni ba'zilari uchun kerakli, ba'zilari uchun keraksiz. Bu kolonna. Ya'ni bir tomoni hozir olib tashladikda kolonnani. Bir tomoni ustiga chiqaryapmiz, bir tomoni ichiga. Mana shu joydan ichigacha qirib, bu tomoni qirib bo'lyapti. Mana buni yotqizib qo'yadigan bo'lsam, to'rt burchak shaklda xolasa tepaga mayatning stolka bilan regel qilib ishlasa ham bo'lyaptimi? Qirqa qilib. Akalar, ichiga armaturani tashlab olib, nima deysizlar? Mana shuni ichiga ikkala tomondan bitta to'siq qilib olib, ichiga suv to'ldirib, basseyn qilib yotsa ham bo'lar ekan. Qo'yingki bu basseyn bo'lmaydi, lekin apalakka bo'ladi. Mana bu 2 metrlik ustiga 1 metrlikdan ulab turib, 2 metr ustiga ko'rsating, bakın. Teshigiga qotirilgan. Ha? Ya'ni uylarda burchagiga ko'proq burchak apalakka deb qo'yadi ustalar. Bitta apalakani o'zidan xohlagan narsalarini qilyapsizlar. Bu tomoni kirib, bu tomoni 50. Apalakani shuni olib borib turib, uyni burchagiga g'ishga tirab turib, orqasidan xolasalaring stolka bilan, xolasalaring og'ilda yotgan eski yog'ochlar bilan shuni tirab turib, akalar. Beton qo'ysalaring ham chotki mana burchak apalakka bo'lyapti. Inshaalloh bugun ko'rsatib o'tgan apalaklarimiz shu oddiygina. Bunga nima nom qo'yamiz akalar? Ha? Shu nom mana shu YouTube'da. Qanotdir. Buni nomini, ya'ni 63 ga chempion deb apalakka chempion. Kichkinasiga kichkintoy, hop 76 1 metrliga polvontoy deb qo'ydik. Buni nomini nima qo'yamiz? Qo'yingki komplekt hop. 50 li apalakamiz akalar hozircha nomsiz, lekin nom qo'ysak, albatta buni nomini nima deb qo'ysak bo'lar ekan, ha? Ugonlar deb. Kichkintoy, ya'ni chempionni kichkintoy. Ha? Ha. 50 li chempion desak, bo'lmasam yangi universalniy chempion. Qo'yingki akalar, xudo xolasa, bu navolari hozirgi kunda 2.8 dan qilganimiz bitta akamizga 9 million atrofida mana shuni zakazga qilib berdik. Balki bundan arzon chiqar. 2,5 lik listan qilmoqchimiz. Endi 2 lik listan qilsak bo'ladi, faqat sal yuqori qiladi. 2,5 o'rtacha. Bu hozir 208 dan qilindi. 208imiz qandaydir ko'tarayotganda sal og'irga o'xshadi, lekin mana bitta odam ichiga kirib, men javob qachon emasman, va bosh ko'tarib yurgan joyim yo'q. Akalar, mana men ko'taraveraman aka 2 metrga. Xudo xolasa. Ko'p ko'tarib grijib. Mana o'zi 1 metrga ko'tara olmasman aka. Aka ko'tarishni ikkalamiz. Qo'yingki ikkalamiz olib ketaveramiz ekan, ha? Xudo xolasa. Bo'ldi. O'sha gap akalar. Mana universalniy kolonnani ko'rdilaring akalar. O ichini ko'rsating. 40 ga 40. Seni chotki turibdi. Xizmat bo'lsa aloqalarimiz akalar, pastdagi raqamlarda Kamin Abdurahmonov Shamsiddin, asta-sekin yangiliklar qilishga ishg'ollarimiz akalar. Gap puli shart emas, puli yong'oqni shaqillashiga ishg'olsiz deydi. Keling, 1 metrlik, 1,5, 2 metrlik qo'yingki, chotkilar chiqaryapmiz akalar. Xudo xolasa narxlarni arzon qilib kelishtirib beramiz albatta. Bitta biz chempion apalakamiz, ya'ni 63 lik apalakalarning narxini eslaringda, bormi yo'qmi narxini tushirib o'rganmiz akalar. Video chiqarilmayapti anchadan buyon. Xo'p, 10 million so'mdan qilib beryapmiz. Bonuslarsiz 3 lik listan qilinganini. Xo'p, 2.8 dan qilingan 9 million 700 ming beryapmiz. 7 million 800 ming 50 likda, 12,5 million 76 likda, 1 million 1 metrlik bo'yi 1 metrlik polvon apparatamiz. Bu narigi tomonda bor. Ya'ni bu hozir yangi ishxonamizdanmiz. Ya'ni bu tomondagi ishxonamizda 1 metrlik bor. 15 million so'm qilib beryapmiz. Ishalganlarimiz 3 million 800 ming oddiy ruchkali varianti, rolli 4 million 600 ming so'm. Yana bitta yangilik akalar.
Hop. Kelaylar. Bir narsani ko'rsatib o'tay. Akalar, anchadan buyon orzu qilib, yaxshi niyat qilib yuruvdik. Bu yoqda vazirlarni tekshirib, endi hozirgi kunda apalabkamizning sifati, ishlarimizni sifatini oshirish niyatida cho'tkilar mana lazer sinov oldik, Alloh berdi. Bu narsani mana bunaqa kolonnani, apalabka profillarni hattoki lazerda tekshiryapti. Mana shuni ham uvol bo'lmasin deb to'g'risini aytganda shundan ham shayba chiqarib qo'yyapman. Inshaalloh xudo xohlasa kimgadir kerak bo'lib qolsa beraveramiz. Qo'yingki, akalar kolonnani hamma narsalar ishlar eng sifatli, ya'ni bodur lazerda tekshirib, cho'tkilar mana apparatlarni teshiklari ham, kesilishlari ham, profillarimiz, turbinli, Toshkent turbinli zavod akalar. Bu zavod O'zbekistonda bitta turadi akalar. Yelkas. Toshkentskiy turbinli zavod deb qo'ygan. Mana Toshkent Sergeli eng yaxshisi akalar bu. Qo'yingki, bundan yaxshi variantda yo'q. Dislarimiz akalar mana 1.8, 2, 2.5, 2.8, 3lik 2 ga 1 dislarimiz, o'qlarimiz akalar mana kelinglar. Hop, 15, 17, 20, 25, 30, 38, 40, 45, 50, 60, 70 gacha o'qlarimiz bor. Bundan tashqari hozir yangilik qilgan edik. Tepa tomoniga mana lazerda o'zi tekshiryapti. Ya'ni sifat va millimetrlari ham to'g'ri to'g'ri kelish uchun bu 0 dan ya'ni 30, 35, 40, 45, 50, 60lik. Ya'ni tepa tomoniga planka, pastki tomoniga o'qlar beradigan variantlarimiz 1 metrlik polvon apparatlarimizda, chempion apparatlarimizda bor. Keyin ba'zilarimiz mana bunaqa Samarqandda pastiga tayyorlik qilib beryapmiz. Ya'ni katta gaykasi bilan pastida kichkina bu katta gaykasi bilan Samarqandga qilib berilyapti. Ko'proq pastki tomoniga, tepa tomoniga planka berilyapti. Akalar, pastdagi raqamlarda Kamin Abdurahmonov shamsinoslardan manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kaminteran qishlog'ida. Salomat bo'linglar. Telefon qilib turasizlar. Endi pastdagi raqamlarga ola olmay qolsak, qaytaramiz, yo bo'lmasam qayta qo'ng'iroq qilsalaring, albatta javob beramiz. O'zbekistonda ishlab turgan bo'lamiz, yo bo'lmasam odamlar bilan gaplashayotgan. Telefon qilaveringlar, faqat kunduzlari aloqadamiz akalar. Kechalari iltimos sizlarga o'xshab ozgina biz ham dam olamiz. Tinchlikda, osoyishtalikda, ofiyatlik va amniyatlikda ko'rishlik nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Musofirda yurganlar, astoydil bo'lib ishlayveringlar akalar. Biz xizmatda sizlar uchun albatta chiroyli qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavka emas akalar, yetkazib berishlik xizmati, ya'ni shofyorlarni topib, chiqarib, uylariga jo'natib berishlik bor bizning xizmatimizda. Ya'ni O'zbekiston bo'yicha mashinalar topib, imkon darajasida chiqarib beramiz, faqat yo'l kira o'zlaringdan. Biz faqat arzonroq qilib chiqarib beramiz. Agar kelishib qolsak, yo'l kiraga uncha yordam beramiz, yo bo'lmasam narxlardan o'tib beramiz. Salomat bo'linglar. Yaxshi yerda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.